Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidamiz. Xudo xolasa, oddiygina bejirim cho'rnon holatda bitkizgan yozgi oshxonamiz. Nimalar joylashdi bu yerda? Bitta qozon, ikkinchisi tandirimiz, mo'ykamiz, gaz panelimiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mangalchi bola chiroyli qilib prosto holatda, ya'ni cho'rnon holatda bitkizgan yozgi oshxonamizni to'liq obzorini aytamiz. Videoni qisqa qilamiz. Narx-navosini lo'nda gapirib, necha kun vaqt ketdi, qancha rasxod ketdi, necha dona g'ish ketgan. Xo'p, ko'pchilik qiziqayotgan birinchi o'rinli narsa razmeri 3,5 ga. Endi bu tomondan oxiri uzunlashib qolgan. Shuning uchun mana shu joygacha keldik. 3,5 ga 4 metr joyda bitta 40 litrli va albatta bitta 80 litrli qozon sig'dirganmiz. Ketgan g'ishimizni donasi, bitta ofga hammasini hisoblab chiqdik. 650 dona g'ish ketgan. O'sha o'zimizning oddiygina g'ishlarimiz. Xo'p, narx-navos qanaqa bo'ldi? Necha kun vaqt bo'ldi usta? Sizlarga lo'nda qilamiz deyamiz. Mana shu ishimizga 3 kun vaqtimiz ketdi. Realni bo'layotgan. Ochiq oydin gapirayotgan gap. Xo'p, bor yo'g'i 6 million so'mga qurib bitkizib berdik. Endi kimdir qimmatsalashi mumkin. Yo'q, qaranglar, cho'rnon holati mana shunday zontiklargacha ilib beramiz. Faqat tandirda pishirmaymiz. Ko'ryapsizlar-a? Bunisiga turman qo'yib beramiz. Bunda vitishga masalasi bo'lmaydi. Vitishga qo'yib bering usta deydigan bo'lsangiz, deylik 2 metr bo'ladigan bo'lsa, metrdan 400 ming so'mdan hisoblaymiz. Shundoqini surumkasini qilib beramiz. Alohida vitishga bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, endi ko'pchilikdan juda ham ajoyib savol kelyapti. Usta, ozgina qimmat emasmi? Yana bir narsalar har xil kommentariy yozib boryapti. Shuning uchun diqqat bilan ahamiyat beramiz. Bizning narx-navo o'ynab turishning sababi stabilniy turmaydi. Bir kun Samarqanddamiz, bir kun Vodiydamiz. Yana Farg'onada bo'lsak, Buxoro, Navoiy. Shuning uchun narx-navo bir xil ushlab tura olmaymiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimiz rivoji uchun chiroyli like bosib, obuna bo'lishni unutmasangiz. Erinmasangiz, kimgadir tanish bilsangiz tashlab qo'ying. Xuddi shunday oshxona niyat qilgan bo'lsangiz, Xudo xolasa, keyingi manzilamizni boshidan oxirigacha niyatimiz bor. Qurilish jarayonlarini ham chiqarmoqchimiz, ya'ni Navoiy viloyatining eski shaharda bo'lamiz. Xuddi shu holatda boshlanishidan bitishigacha kafel jarayoni, qurilish jarayoni, nima ketyapti, qancha rasxod bo'lyapti, hammasini batafsil yozishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Mangalchi bola doimo sizlar bilan xizmatdamiz. Qishmi, yozmi, umuman farqi yo'q. Bemalol aloqa chiqishlar mumkin. Agarda telefonni ko'tara olmay qolsak, ijtimoiy tarmoq, WhatsApp, Telegram, Imo, yana qanaqadir tarmoqlardan aloqa chiqishlar mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Instagramda profilimiz Mangalchi bola. YouTube, Instagram hammasida mavjudmiz. Bemalol kirib videoni tomosha qilib, like'da bangilataverasizlar.